Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men pensionerlar uchun juda muhim, hatto aytishim mumkinki, pulingiz, pensiyangiz va tinchligingizga bevosita ta'sir qiladigan masalani tushuntirib beraman. Gap oddiy ko'ringan, lekin oqibati og'ir bo'lishi mumkin bo'lgan taqiqlar haqida ketadi. Ko'pchilik men pensionerman, pensiyamni olyapman, menga hech kim tegmaydi deb o'ylaydi. Lekin ayrim xatolar sabab odam nafaqat pensiya vaqtincha mahrum bo'lishi, balki ortiqcha olingan pulni qaytarishga majbur bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun bu videoni oxirigacha ko'ring. Bu ma'lumot faqat bitta odamga emas, barcha pensionerlarga, ularning farzandlariga, nevaralariga, qarindoshlarga ham tegishli. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bu yerda oddiy gap emas, amalda kerak bo'ladigan aniq qoidalarni tushuntiraman. Men avvalo bir narsani aniq aytib qo'ymoqchiman. Pensioner pensiyasini qonuniy olsa, hamma hujjati to'g'ri bo'lsa, u hech narsadan qo'rqmasligi kerak. Mana pensiya olish jarayonida ma'lumot yashirilganda, boshqaning kartasidan foydalanilganda, hujjatlarda noto'g'ri ma'lumot berilganda yoki pensioner nomidan begona odam pul yechib yurganda paydo bo'ladi. Ilgari ko'p joylarda pensiya asosan naqd pulda berilar edi. Ba'zi mahallalarda pulni pochtachi olib kelardi. Ayrimlar bankka borib olardi. Hujjatlar ham ko'proq qog'oz shaklida yurardi. Kim qayerda yashayapti, kim ishlayapti, kim vafot etgan, kim boshqa davlatga ekan, bularni aniqlash uchun vaqt ketardi. Shu sababli ayrim holatlar oylar, hatto yillar davomida bilinmay qolishi mumkin edi. Hozir esa tizim ancha o'zgardi. Pensiya ko'pincha bank kartalariga tushadi. Ma'lumotlar elektron bazalar orqali tekshiriladi. Fuqarolik holati davolatnomalari, migratsiya, bandlik, bank operatsiyalari, yashash manzili, mehnat faoliyati haqidagi ma'lumotlar asta-sekin bir-biri bilan solishtiriladi. Ya'ni bugun hech kim bilmaydi degan tushuncha deyarli ishlamaydi. Agar odam noto'g'ri ma'lumot bilan pul olayotgan bo'lsa, bu ertami kechmi aniqlanishi mumkin. Eng asosiy o'zgarish shuki, pensioner endi faqat pul oluvchi emas, balki o'z ma'lumotlarining to'g'riligiga javobgar shaxs hisoblanadi. Men buni oddiy qilib tushuntiraman. Agar sizning pensiyangiz miqdoriga ta'sir qiladigan biror holat yuz bersa, siz yoki sizning vakilingiz tegishli tashkilotga xabar berishingiz kerak. Xabar bermasangiz, keyin men bilmasdim deyish har doim ham yordam bermaydi. Birinchi va eng muhim taqiq, pensioner o'z bank kartasini, PIN kodini, SMS kodini, bank ilovasi paroyini begona odamga bermasligi kerak. Bu faqat firibgarlikdan himoyalanish uchun emas, balki huquqiy xavfsizlik uchun ham kerak. Chunki karta sizning nomingizda bo'lsa, undagi harakatlar ham ko'pincha siz bilan bog'lanadi. Masalan, 72 yoshli otaxon pensiyasini kartada oladi. U o'g'lim yechib beradi deb kartani o'g'liga beradi. PIN kodni ham aytadi. Agar o'g'il har oy faqat 1.200.000 so'm pensiyani yechib otasiga bersa, muammo bo'lmasligi mumkin. Lekin karta orqali kredit olinsa, noma'lum odamga pul o'tkazilsa, qarz shartnomalari qilinsa, keyin bank yoki boshqa tashkilot birinchi navbatda karta egasiga qara deydi. Men bermagan edim deyish qiyin bo'ladi. Chunki PIN kod o'zingiz aytgan bo'lasiz. Ikkinchi taqiq. Boshqa pensionerning pensiyasini uning roziligisiz olish mutlaqo mumkin emas. Ayniqsa odam kasali bo'lsa, yotib qolgan bo'lsa yoki vafot etgan bo'lsa, uning kartasidan pul yechish katta muammoga olib keladi. Bu yerda ko'p odamlar xato qiladi. Onamning kartasi menda edi, pensiya tushibdi, dorilarga ishlataman deb oldim deydi. Agar ona hayot bo'lsa, roziligi bo'lsa, notarial ishonchnoma yoki qonuniy vakillik bo'lsa, masala boshqacha. Lekin odam vafot etgandan keyin uning nomiga tushgan pulni yechish mumkin emas. Chunki vafot etgan kundan keyingi to'lovlar tekshiruvda ortiqcha to'langan mablag' sifatida qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Oddiy misol. Pensioner ayol 10 may kuni vafot etdi. Lekin iyun oyida uning kartasiga 1.500.000 so'm pensiya tushdi. Nevarasi bu pulni yechib oldi. Bir necha oydan keyin baza yangilandi va pensiya jamg'armasi bu mablag' noto'g'ri to'langanini aniqladi. Endi bu pulni qaytarish talab qilinadi. Agar qaytarilmasa, huquqiy tartibda undirilishi mumkin. Bu yerda biz janoza xarajatiga ishlatdik degan gap insoniy jihatdan tushunarli, lekin hujjat bo'yicha muammo baribir qoladi. Uchinchi taqiq, pensiyaga ta'sir qiladigan ma'lumotni yashirish mumkin emas. Ba'zi pensionerlar qo'shimcha to'lov, ustama yoki ijtimoiy yordam olayotgan bo'ladi. Bunday to'lovlar ba'zan daromad, yashash holati, parvarish, nogironlik darajasi, ishlash yoki ishlamaslik holatiga bog'liq bo'ladi. Agar sizga ishlamaydigan pensioner sifatida ustama berilayotgan bo'lsa,
Lekin siz rasmiy ishga kirgan bo'lsangiz, buni yashirmaslik kerak. Tizim keyin baribir ko'rishi mumkin. O'sha paytda ortiqcha to'langan pulni qaytarish masalasi chiqadi. Masalan, bir pensioner oyiga 1 million tekin sut ming so'm pensiya oladi va qo'shimcha 30 ming so'm ustama ham oladi. U kichik korxonaga rasmiy qorovul bo'lib ishga kirdi. Oyligi 1 million 200 ming so'm. Agar bu holat ma'lum to'lovga ta'sir qilsa va u xabar bermasa, oyda 3 million so'm ortiqcha ustama yig'ilib qolishi mumkin. Keyin birdaniga qaytaring deyilsa, pensionerning o'ziga og'ir bo'ladi. 4-taqiq, soxta hujjat, noto'g'ri staj, yolg'on ma'lumot bilan pensiya rasmiylashtirish mumkin emas. Men bu joyda hammani qo'rqitmoqchi emasman. Ko'p odamlar eski mehnat daftarchasida xatolar bo'lgani uchun qiynaladi. Bu boshqa masala. Lekin bilib turib ishlamagan joyini ishlagan qilib ko'rsatish, soxta ma'lumotnoma olib kelish, boshqa odamning stajini o'ziga yozdirish bu juda xavfli, chunki pensiya yillar davomida to'lanadi. Agar soxta hujjat 5 yildan keyin aniqlansa ham, shu davrda ortiqcha to'langan summa katta bo'lib ketadi. Tasavvur qiling, noto'g'ri staj sabab odamga oyiga 400 ming so'm ko'proq pensiya tayinlandi. 1 yilda bu 4 million 8 ming so'm bo'ladi. 5 yilda esa 24 million so'mga yaqin mablag' chiqadi. Keyin bu summani qaytarish masalasi ko'tarilsa, pensioner uchun juda og'ir bo'ladi. Shu sabab men doim aytaman, hujjat kam bo'lsa, qonuniy yo'l bilan tiklash kerak. Lekin soxta yo'lga kirish mutlaqo mumkin emas. 5-taqiq, bir vaqtning o'zida huquq bo'lmagan ikkita to'lovni olishga urinish mumkin emas. Ba'zan odam menga ham shu to'lov tushib qolsin, tekshirishmaydi deb o'ylaydi. Masalan, ayrim pensiya, nafaqa yoki kompensatsiya turlari bir-biriga mos kelmasligi mumkin. Qaysi birini tanlash kerak bo'lsa, fuqaro tanlaydi. Lekin ikkalasini ham yashirincha olishga urinish keyin muammo tug'diradi. Endi eng muhim savol: kimlar xavotir olish kerak? Birinchi navbatda pensiya kartasini farzandiga, qo'shnisiga, tanishiga berib qo'ygan pensionerlar. Men farzandga ishonmang demayapman, lekin tartib bo'lishi kerak. Agar siz kasal bo'lsangiz, banka bora olmasangiz, pulni doim boshqa odam olib bersa, buni ishonchnoma orqali qonuniylashtiring. Karta va PIN kodni oddiygina berib qo'yish xavfli. Ikkinchi guruh uyda yotib qolgan, o'zi imzo qo'ya olmaydigan, o'zi banka bora olmaydigan pensionerlarning qarindoshlari. Bunday holatda baribir o'zimizning odam deb beparvo bo'lmang. Keyin nizolar chiqishi mumkin. Masalan, 2 aka-uka bor. Onaning pensiya kartasi katta o'g'ilda. U pulni yechib xarajat qilyapti. Kichik o'g'il keyin onamning pulini o'zing ishlatgansan deb da'vo qilishi mumkin. Agar xarajatlar yozib borilmagan bo'lsa, chek bo'lmasa, onaning roziligi tasdiqlanmasa, oilaviy janjal huquqiy muammoga aylanadi. 3-guruh qo'shimcha nafaqa, kompensatsiya, parvarish puli yoki maxsus ustama olayotganlar. Oddiy yoshga doir pensiya olayotgan odamda kamroq xavf bo'lishi mumkin, lekin qo'shimcha to'lovlar doim shartga bog'liq bo'ladi. Shart o'zgarsa, to'lov ham o'zgaradi. Shuning uchun bunday odamlar har bir o'zgarishni tekshirtirib olishi kerak. 4-guruh chet elga uzoq muddatga ketayotgan pensionerlar. Agar pensioner 10 kun mehmonga bo'lsa, bu boshqa. Lekin yarim yil, 1 yil yoki undan ko'proq muddat boshqa davlatda yashasa, pensiya to'lov tartibiga ta'sir qiladigan jihatlar bo'lishi mumkin. Bu masalada oldindan pensiya jamg'armasi yoki tegishli organlardan aniq ma'lumot olish kerak. Chunki har bir holatda fuqarolik, doimiy yashash joyi, ro'yxat, bank hisobi va boshqa omillar ahamiyatga ega bo'ladi. Kim xavotir olmasligi kerak? Hujjatlari to'g'ri, pensiyasini o'zi olayotgan, kartasini hech kimga bermagan. Qo'shimcha to'lovlar bo'yicha shartlarni buzmagan. Yashash va oilaviy holatidagi muhim o'zgarishlarni vaqtida bildirgan pensionerlar xavotir olmasligi kerak. Bunday odamlar uchun bu video qo'rqitish emas, himoya bo'lib xizmat qiladi. Endi nozik masalalarni tushuntiraman. Birinchi nuans: pensionerning puli o'zining mulki. Farzandlar otamning pensiyasi baribir oilaga. Onam ishlatmaydi, men olib qo'yaman deyishga haqli emas. Pensioner aqli raso bo'lsa, o'z pulini kimga berishni, nimaga sarflashni o'zi hal qiladi. Hatto farzandlar qarasa ham, parvarish qilsa ham, pensionerning kartasini majburan olib qo'yish mumkin emas. Ikkinchi nuans: ishonchnoma bilan karta berish bir xil narsa emas. Ishonchnoma notarius orqali rasmiylashtirilsa, unda kim qaysi harakatni qancha muddat bajarishi yoziladi. Masalan, pensiya mablag'larini olish, bankda hujjatlarga imzo qo'yish, ma'lumotnoma olish kabi vakolatlar aniq ko'rsatiladi. Karta bilan PIN kodni berishda esa nazorat yo'q.
ertaga 500 ming so'm yechildimi, 5 million so'm yechildimi, kimga o'tdi isbotlash qiyinlashadi. Uchinchi nuans. Ortiqcha to'langan pensiya har doim ham pensioner aybdor degani emas. Ba'zan tizimda xato bo'lishi mumkin. Masalan, ma'lumot kech kelgan, hujjat noto'g'ri kiritilgan, hisob kitobda adashilgan bo'lishi mumkin. Lekin baribir ortiqcha to'lov aniqlansa, uni hal qilish kerak bo'ladi. Agar siz aybdor bo'lmasangiz, yozma ariza berasiz, hisob kitobni ko'rsatishni so'raysiz, qaysi oy uchun qancha ortiqcha deb topilganini aniqlaysiz. Hech qachon og'zak gap bilan cheklanib qolmang. 4-nuans, pensioner ishlashi mumkinmi? Ko'p odamlar pensioner ishlasa pensiyasi to'xtaydi deb qo'rqadi. Umumiy qoida sifatida ko'plab hollarda yoshga doir pensioner ishlashi mumkin. Lekin ayrim qo'shimcha to'lovlar, imtiyozlar yoki nafaqa turlari ishlash holatiga bog'liq bo'lishi mumkin. Shuning uchun men har doim shunday deyman. Oddiy ishlasam bo'ladimi? Degan savolga emas. Men olayotgan aynan mana shu pensiya va qo'shimcha to'lovlarga ishga kirishim ta'sir qiladimi? Degan savolga javob oling. 5-nuans, pensionerning nomiga kredit, telefon raqami yoki bank kartasi ochish juda xavfli. Firibgarlar ko'pincha aynan yoshi katta odamlarni nishonga oladi. Amaki, sizga yordam puli tusharkan kartangizni bering, opa SMS kodini ayting, pensiyangizni oshirib beramiz. Davlatdan kompensatsiya chiqdi degan gaplar bilan aldashadi. Esingizda bo'lsin, hech bir rasmiy xodim sizdan telefon orqali SMS kod, bank paroli, PIN kod so'ramaydi. Buni so'ragan odamning niyati toza emas. 6-nuans. Vafot etgan pensionerning qarindoshlari zudlik bilan hujjatlarni tartibga keltirish kerak. Bu og'ir mavzu, lekin aytish shart. Odam vafot etganda yaqinlari qayg'uda bo'ladi. Hujjatlar esdan chiqadi. Lekin keyin pensiya tushishda davom etsa va kimdir uni ishlatib yuborsa, muammo paydo bo'ladi. Shuning uchun o'lim haqidagi guvohnoma rasmiylashtirilgach, tegishli organlarga ma'lumot tushgan-tushmaganini tekshirish, bank kartasi masalasini aniqlash kerak. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, pensiya kartangiz xavfsizligini tekshiring. Karta o'zingizdami? PIN kodni kim biladi? Telefoningizdagi SMS xabarlarini kim ko'radi? Bank ilovasiga kim kira oladi? Agar bu ma'lumotlarni sizdan boshqa odamlar bilsa, bankka borib PIN kodni almashtiring. Kerak bo'lsa yangi karta oling. Agar telefon raqamingiz eski bo'lsa yoki boshqa odam nomida bo'lsa, bankda raqamni yangilang. Ikkinchi qadam, agar pulingizni boshqa odam olib berayotgan bo'lsa, buni qonuniy qiling. Notariusga murojaat qilib ishonchnoma rasmiylashtirish mumkindir. Ishonchnomada vakil kimligi, u nima qila olishi, muddat qancha ekanini aniq yozdiring. Agar pensioner sog'lig'i sabab notariusga bora olmasa, notariusni uyga chaqirish imkoniyatlari haqida so'rang. Bu ortiqcha ovora bo'lib ko'rinishi mumkin, lekin keyingi katta muammolarning oldini oladi. 3-qadam, pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga borib, o'zingizning pensiya ishingiz bo'yicha ma'lumotlarni tekshiring. Sizning stajingiz, pensiya turi, qo'shimcha to'lovlaringiz, bank hisobingiz to'g'ri ko'rsatilganmi? Bularni bilib oling. Agar imkoningiz bo'lsa, MyDocup.uz orqali ham ayrim ma'lumotlarni ko'rish mumkin. Lekin yoshi katta odamlar uchun eng qulay yo'l farzandi yoki ishonchli vakili bilan borib yozma ma'lumot olish. 4-qadam, agar siz ishga kirgan bo'lsangiz, darhol so'rab aniqlashtiring. Mening ishga kirishim pensiyamga yoki ustamamga ta'sir qiladimi deb yozma yoki rasmiy tarzda javob oling. Korxonangiz rasmiy mehnat shartnomasi qilgan bo'lsa, bu ma'lumot baribir tizimda ko'rinadi. Shuning uchun yashirish emas, oldindan aniqlash foydaliroq. 5-qadam, chet elga uzoq muddatga chiqmoqchi bo'lsangiz, oldindan maslahat oling. Qaysi muddatga ketyapsiz? Doimiy yashashga ketasizmi yoki vaqtinchami? Bank kartangiz ishlaydimi? Pensiya to'lovi davom etadimi? Bularni taxmin bilan emas, rasmiy ma'lumot bilan hal qiling. Agar sizning nomingizdan O'zbekistonda kimdir pul olib turishi kerak bo'lsa, ishonchnoma masalasini ham oldindan hal qiling. 6-qadam. Vafot etgan qarindoshning pensiya kartasidan pul yechmang. Agar kartaga pul tushgan bo'lsa, avval pensiya jamg'armasi bankdan tartibni so'rang. Qaysi mablag' merosga kiradi, qaysi biri ortiqcha to'lov hisoblanadi? Kim huquqli? Buni hujjat bilan aniqlang. Shoshilib pulni yechib ishlatib yuborish keyin qarzga aylanishi mumkin. 7-qadam, agar sizdan ortiqcha to'lovni qaytarish talab qilinsa, vahimaga tushmang, lekin befarq ham bo'lmang. Birinchi navbatda yozma hisob-kitob so'rang. Qaysi oylar uchun, nima sababdan, qancha summa ortiqcha deb topilganini bilib oling. Agar rozi bo'lmasangiz, ariza yozing, dalillarni ilova qiling. Masalan,
ishga kirmagan bo'lsangiz, bandlik haqidagi ma'lumotnoma bank operatsiyasi noto'g'ri talqin qilingan bo'lsa, bankdan ko'chirma, yashash holati bo'yicha xato bo'lsa, mahalla yoki tegishli tashkilot ma'lumotnomasi kerak bo'lishi mumkin. 8-qadam. Barcha hujjatlarni saqlang. Pensiya tayinlanganligi haqidagi hujjat, mehnat daftarchasi nusxasi, ish staji bo'yicha arxiv ma'lumotnomalari, nogironlikka oid hujjatlar banknomalari, ishonchnomalar, arizalarning nusxasi, bularning hammasini bitta papkaga joylang. Ko'p muammo aynan hujjat topilmagani uchun kattalashadi. 9-qadam. Telefon orqali kelgan takliflarga ishonmang. Agar kimdir pensiyangiz oshadi, SMS kodini ayting. Kartangiz blok bo'ladi, parolni ayting. Sizga kompensatsiya bor, plastik raqamingizni yuboring desa, darhol suhbatni to'xtating. Rasmiy masalalar telefon orqali parol so'rash bilan hal qilinmaydi. Agar shubha bo'lsa, bankning rasmiy raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling yoki bank filialiga boring. Azizlar, bugungi mavzuning asosiy mazmuni shuki, pensioner uchun eng xavfli narsa pensiya olish emas, balki pensiya bilan bog'liq ma'lumotni yashirish. Kartani boshqalarga berish, vafot etgan odam nomidan pul olish, soxta hujjat ishlatish va rasmiy tartibni chetlab o'tishdir. Bular barcha pensionerlar uchun taqiqlangan va oqibati og'ir bo'lishi mumkin. Men ekspert sifatida sizga shuni maslahat beraman. Pensiyangizni himoya qiling, hujjatlaringizni tartibga keltiring, har bir o'zgarishni vaqtida aniqlashtiring. Kartangiz va SMS kodingizni hech kimga bermang. Agar farzandingiz yordam bersa ham, buni qonuniy va aniq tartibda qiling. Shunda na siz, na yaqinlaringiz keyinchalik ortiqcha to'lov, qarz, bank muammosi yoki huquqiy nizoga duch kelasiz. Agar sizda shunga o'xshash holat bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Pensiya kartasini kim saqlashsa kerak? Pensionerning pulini farzandlar boshqarishi to'g'rimi yoki yo'qmi? Fikringiz ko'pchilikka foydali bo'lishi mumkin. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangizga, qo'shnilaringizga, pensioner tanishlaringizga yuboring. Chunki bitta vaqtida aytilgan ogohlantirish katta muammoning oldini olishi mumkin.